Hop, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 rangi o'sha sichqon rangda. Kraskalar absolyutni top-toza deyapti egalari. Malibu 1 birinchi pozitsiya mashinamiz. Metan gaz balon, gazda benzinda muammosi yo'q yurar ekan. Holati ideal holatda turibdi mashinani. Salonlarini ham bitta ko'rib chiqamiz. Saloniga chexol, pulik, boshqa restavratsiya haqida qilish kerak ekan. Kraskalar raddan top-toza deyishyapti. Probegini qancha yurgan dedingiz? 194 ming. Telefon nomer 97lik 729 53 93. Necha pulga beraverasiz buni, hoji aka? 9,5 dan kami bor, ha? Malibuga qiziqadiganlar uchun. Futbol top-toza mashina. Bosaverasizlar. Kamchiliklari qanaqa kamchiliklar? Motor hadoylar. Bitta gofr almashtirsa bo'ldi, ha? Balonlari ham yaxshi holatda turibdi.